Assalomu alaykum millionerlar. Xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda to'g'ri yo'nalish tanlash bo'yicha eng zo'r usulini o'rganib chiqamiz. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bitta like bosib ketasiz. Keyingi video mavzusi nima bo'lsin, kommentariyada yozing, men o'qib chiqaman va keyingi video mavzusini siz tanlab berishingiz mumkin bo'ladi. Videoga bitta like bosib bo'lgan bo'lsangiz, aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalda siz uchun eng so'nggi Amerika YouTube bo'yicha zo'r ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Bugun sizlar bilan yo'nalish tanlash ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, yo'nalish tanlash bo'yicha men sizlarga ajoyib yo'lni o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz x, y o'qi hisoblanadi. Xo'p, biz matematikada bu narsani juda ko'p marta o'tganmiz. Agar matematikada bo'lsa, bu narsani tasdiqlasa bo'ladi. Xo'p, bizda y o'qi, x o'qi bor. Bizda y o'qida pul turadi. Bu x o'qimizda esa vaqt turadi. Xo'p, endi esa bu joyni ham o'ziga mos ravishda 4 ga bo'lib olamiz. Xuddi shunaqa bo'lib olamiz va endi yozamiz. Aytaylik, pul grafiki va vaqt grafikiga nisbatan sizda pul va vaqt kam bo'lsa, mana bu yerga mana pul kam, vaqt kam. Endi bu yerda pul kam, mana pulga nisbatan kam, vaqtga nisbatan vaqt ham kam. Demak, bu tepada pul ko'p, vaqt kam. Endi bu joyda esa pul ham ko'p, vaqt ham ko'p. Mana bu joyga joylashadi esa, bu joyda mana vaqt ko'p, pul kam. Xuddi mana shunaqa tartibda men sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, aytaylik, bir boshdan ketamiz. Agar sizda YouTube'ni boshlash jarayonida pul kam bo'lsa, vaqt kam bo'lsa, umuman YouTube kanal ochmang va YouTube yuritmang. Sababi sizda boshlanishiga sarmoya ham yo'q bo'lsa, vaqt ham yo'q bo'lsa, YouTube'da siz natija qila olmaysiz, boshqa kasbni tanlaganingiz ma'qul bo'ladi. Endi agar sizda pul ko'p bo'ladigan bo'lsa, vaqt kam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni YouTube'ga sarmoya kiritishga pulingiz bor, lekin vaqtingiz kam bo'ladigan bo'lsa, Amerikan YouTube kanalini noldan ochmang, sotib olib yuriting. Ya'ni sizda pul bor-ku, sotib olib yuritsangiz bo'ladi yoki o'sha kanallarni yuritadigan xodimlarni yollasangiz bo'ladi. Mana bu joyda shunaqa bo'ladi. Agar sizda pul kam bo'lsa, boshlanishiga vaqt ko'p bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Telefon yo'nalishlarini tanlaymiz. Ya'ni oddiy telefonda qilinadigan yo'nalishlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar sizlarda pul ham ko'p bo'lsa, vaqt ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizlar kompyuter yo'nalishlari va AI yo'nalishlarini tanlasanglar bo'ladi. Sababi kompyuter yo'nalishlari va AI yo'nalishlarini qilishga ko'p pul ketadi va ko'p vaqt ketadi. Endi esa yo'nalish tanlash o'zingizga bog'liq. Xuddi shu sxemaga qayerda turibsizlar va o'sha ishni amalga oshirsanglar bo'ldi. Yo'nalishlarni qayerdan topaman desanglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlar uchun har doim eng zo'r yo'nalishlarni montajlari bilan birgalikda, ishlab topgan pullar bilan birgalikda berib, mana shunaqa videolar qilib borishda davom etaman. Xo'p, endi agar siz YouTube'da daromad qilishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, professional YouTuber bo'lishni xohlaydigan bo'lsangiz, Holitech kompaniyasi tomonidan maxsus kurslarni sizga taqdim etamiz. Keling, ular bilan ozgina tanishtirib o'taman. Bizda tashkil etilgan kurslar to'liq nazorat va metodika asosida olib boriladi. Mentor dasturi asosida birga bir siz bilan mentorlar ishlaydi, ya'ni o'qituvchilar. O'qituvchilar hammasi oliy ma'lumotli va YouTube'da 3-4 yildan buyon tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar hisoblanadi. Va ular sizlarga quyidagi darslarni men bilan birgalikda o'tib beradi. Birinchi mavzumizda YouTube psixologiyasi. YouTube psixologiyasi biz YouTuberni shaxsiy fikrlashi va YouTuber qanaqa fikrlashi kerak va qanaqa qiyinchilikdan o'tish kerak to'g'risida to'liq yechimlarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin to'g'ri kontent tayyorlash. Aynan YouTube kanal qanaqa qilsa o'chib ketmaydi, qanaqa videolar qilsa yaxshi prosmotr oladi, hammasini mana shu bo'limda ko'rib chiqamiz. Keyin 3-modul yo'nalish tanlash. Biz sizga o'zimiz pul ishlab yurgan yo'nalishlarni tavsiya qilamiz. Siz xohlasangiz telefon nishasi, xohlasangiz kompyuter yo'nalishlarini, xohlasangiz sun'iy intellekt yo'nalishlarini tanlab, o'shalar orqali kanal ochib kurs davomida daromad qilsangiz ham bo'ladi. YouTube kanallarni sozlash bizda 4-modul bo'lyapti. Bu yerda siz YouTube kanalini professional darajada 0 dan 100 gacha to'g'ri sozlashni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va bizda 5-si sun'iy intellektlar va biz hozirgi kunda eng pikda bo'lib turgan sun'iy intellektlarni YouTube'ga kollaboratsiya qilishni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Birdaniga o'nlab sun'iy intellektlarda ishlash va YouTube kanalini ko'tarishni ko'ramiz. Va bizda 6-modul YouTube Studio. YouTube Studioning ichida barcha tugmalar nima vazifa bajaradi, 0 dan 100 gacha siz bilan bo'lishamiz. Undan keyin SEO va algoritm
bizda bo'lyapti, 7-modul bo'lyapti. Bu modulda qanaqa qilib rekomendatsiya chiqish va algoritmni qanaqa qilib boshqarish va istagan kanalni rekomendatsiyada ushlab turish bo'yicha ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Bizda esa undan keyingi modul YouTube'dagi muammolar. Bu esa sizga YouTube'dan tashqari xohlagan servislaringizni ko'rsatishga, YouTuberlarga xizmat ko'rsatishga va YouTube'dagi bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni o'zingiz hal qilishga, hech kimga yalinib pul to'lab yurmaslikka sababchi bo'ladi. Undan keyingi 9-yo'nalish bizda modul bizda monetizatsiya va AdSense haqida bo'ladi. Ya'ni monetizatsiyani sozlash, AdSense soliq tizimlari hammasini sozlashni siz o'rganib chiqasiz. 10-modulda esa daromadni oshirish. Agar siz YouTube'dan $500 topayotgan bo'lsangiz, qanday qilib 2000-3000 dollarga olib chiqish, agar siz YouTube'dan $100 topayotgan bo'lsangiz, qanday qilib $500 gacha olib chiqish, o'sha hammasini birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi bizda bu kurslar mustaqil, premium va VIP tariflarga bo'linadi. Tariflar haqida ham qisqacha tushuntirib o'taman. Mustaqil tarif 5 tagina moduldan iborat bo'ladi. O'zim o'rganaman, menga o'qituvchi kerak emas deganlar uchun tavsiya qilamiz. Premium tarifda esa 7 ta moduldan iborat bo'ladi va bu joydagi modullar bilan tanishsangiz bo'ladi va qo'shimchasiga sizga 2 oy davomida professional YouTube ekspertlari hamkorlik qiladi. Ya'ni biz bilan birgalikda 2 oy kanal yuritasiz. Agar siz YouTube'ni noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, premiumni tavsiya qilamiz. Endi yo'q, men juda ham ekspert bo'lmoqchiman, men offline o'qimoqchiman deydigan bo'lsangiz, sizga VIP paketlarimizni tavsiya qilamiz. VIP paketimiz umumiy 3 oy bo'ladi. Offline 1 oy men bilan birga bir darslar, 1 oy davomida sizga 10 ta darsni chiroyli qilib o'tib beramiz Toshkent shahrida va qo'shimchasiga 2 oy davomida yana professional mentorlar siz bilan ishlaydi. Umumiy olganda 120 dan oshiq darslar, 10 ta modul VIP paketda sizni kutib turibdi. Xo'p, qanaqa qilib bu kursga qo'shilaman deydigan bo'lsangiz, kommentariyada, opisaniyada Telegram bot linkini tashlab qo'yganman yoki mana bu QR kod orqali skrin qilib, Holitech bot orqali bizga yozsanglar bo'ladi. Qolgan hammasini batafsil o'sha joydan gaplashib olamiz. Sizlar bilan Holitech bo'ldi. Holitech orqali YouTube'dan daromad topish juda ham oson.